Olimjon aka, ishlarimizdan ko'nglingiz to'ldimi? Mashinangiz qanaqa? Endi o'zgarish bo'ldimi aka o'zida? Rahmat aka, baraka topinglar. Zo'r aka, juda ham xursandman. Sizlar bilan birgalikda Avatar 12 mashinasini telefondan hozir oldiga orqaga qilib yurgizib tekshirib ko'ramiz. Mana ko'ringlar. Bitta baho berasizlar. Bu mashinani parkovka qilishiga bitta baho beringlar. Oynalarga taqab turib, shu tor joyda o'zimiz qo'yib ko'rdik shuni. Bemalol endi tor joydami, keng joydami qo'ysanglar bo'ladi. Qaranglar buni qo'yishini. Odamdan chiroyli qo'yadi. 100%. O'rtaga shu chiziqni o'rtasiga qo'yadi. Hozir mana ko'rasizlar, o'zingizlar baho berasizlar. Mashina hozir avtopilotda yuribdi, shahar ichida mashinalar ko'p joyda. Mana bu yoqda hamma narsasini xudo xolisa bitkazib berdim. Akam xursand. Endi avatarchi akalarimizga, opalarimizga shunday tashlab qo'yaverasizlar. Shu narsalarni qildirib olsa, o'z uchun ham qulay narsa.